Hammaga salom. Agar sizni yoshingiz 15, 16, 17 yoshda bo'ladigan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Shu yoshdagi do'stlik va unda qilinishi kerak bo'lmagan yozilmagan qonunlar haqida gaplashamiz. Videoni boshlatib o'taman. Menga obuna bo'lish va kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib ketishingiz sizdan chiqmasin. Qiz bola bilan qiz bola do'st bo'la oladimi? Va meni javobim albatta, ular do'st bo'la oladi. Faqat masofani to'g'ri qo'yish, chiziqlarni kerak paytda to'g'ri chizish va sizning qarshingizdagi insonning xarakteriga bog'liq bo'ladi. Yoshingiz 15, 16 va 17 yosh orasida bo'ladigan bo'lsa, men sizga o'zimdan kelib chiqib mana shu 3 ta maslahatni beraman va mana shu 3 ta narsani do'stlikdagi munosabatingizda umuman qilmang. Mana shunaqa insonlarga e'tiborliroq bo'ling. Birinchisi, hech qachon siringizni aytmang. U oilaviy bo'lsin, iqtisodiy bo'lsin yoki ichkaridagi gaplaringiz bo'lsin, imkon qadar siringizni aytmang. Chunki sizning ichingizda turmagan narsa qarshi tarafdagi inson ichida umuman turmaydi. Agar shunchalik ichingiz toshib, kimga gapirishni bilmayotgan bo'lsangiz, shunchaki bitta daftar olib, uni ichiga yozsangiz bo'ladi. Va ishoning, bu kimgadir aytib berganingizdan ko'ra ko'proq sizga foydaliroq bo'ladi. Fikrlaringizni bitta joyga yig'asiz, yozishdagi ko'nikmangiz ham oshib boradi. Ikkinchisi, egosi baland bo'ladigan insonlar bilan hech qachon yurmang. Unutmang, egosi baland bo'ladigan har qanaqa inson sizni o'zini legosi qilib oladi. Xohlagan shaklda, xohlagan paytda sizni teradi, oladi, teradi, oladi. Egosi baland insonlarning manipulyatsiyasi juda ham kuchli bo'ladi. Keling, men sizga buni oddiy misolda tushuntirib beraman. 16 yoshda maktab paytida o'qib yurardim. Mening ikkita sinfdoshim bo'lardi. Ular juda ham bir-biriga yaqin do'st edi. Birinchisini egosi juda ham baland, ikkinchisi bo'lsa buni juda ham qattiq hurmat qilib, yaxshi ko'rib do'sti deb bilardi. Va egosi baland bo'lgan sinfdoshim o'zini do'stini deyarli qulday ishlatardi. Darsini qildiradi, uni bufetga jo'natadi, magazinga jo'natadi, xohlasa ishini qildiradi, xohlasa o'tirg'izadi, xohlasa turg'izadi. Qarshi tarafdagi sinfdoshim bo'lsa, uni haqiqatan yaxshi ko'rganidan va uni do'sti deb bilganidan uni hamma aytganlarini qilardi. Oxirida nima bo'ldi? Bu qiz juda ham charchadi va tushunib yetdiki, buni do'st emas, xuddi bitta qo'pol qilib aytganda, quli bo'lib qolgandi. Uchinchisi, raqobatlashishni yaxshi ko'radigan insonlar bilan do'st bo'lmang. Do'stlikda birga o'sish, etap yuksalish, u xoh bitta yo'nalishda bo'lsin, xoh umuman boshqa sohada, umuman farqi yo'q, bu bor narsa. Ya'ni birgalikda o'sish, birgalikda rivojlanish bor. Lekin ochiqchasiga sizga hasad qilib, sizni yoqtirmasdan qilgan ishlaringizni doimo tanqid qilib, ya'ni negativ fikr bildirib demoqchiman. Mana shunaqa holatlarda uchrayotgan bo'lsangiz va siz bilan raqobat qilishni juda ham yaxshi ko'rib, sizni qanchalik pastga tushsangiz xursand bo'ladigan insonlar bilan umuman do'stlashmang. Aslida qiz bola bilan qiz bola bemalol o'rtoq bo'la oladi. Faqat siz yuqorida aytib o'tgan narsalarimga ozgina e'tiborliroq bo'lib, o'zingizga diqqatingizni ko'proq qarating. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha